Shu kichkina tog' uchun $450 ga ekran qo'yish yoki $150 ga oldi oyna alishtirish siz nima qilgan bo'lardingiz? Klientimiz esa oldi oynasini alishtirishga qaror qildilar va biz telefonni ehtiyotkorlik bilan ochib, ekranni shelflarini chiqarib, $3000 lazerimizga qo'yib oldi oynasini kuydirdik va ehtiyotkorlik bilan spirt va plyonka yordamida ekran dog'i ko'payib ketmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan ajratib oldik va maxsus instrumentimiz yordamida ekranda qolib ketgan eski yopiq shokillarni tozaladik va changsiz xonaga kirib, salfetkada ekranni yaxshilab artib, unga yangi oynani o'rnatdik va pressga yubordik. Bu professional pressimiz ekran bilan oynani zavod holida qilib yopishtirib beradi. Pressdan so'ng kichkina havochalari ekran bilan oynani orasida qoladi va bu havolarni maxsus apparat yordamida chiqaramiz va telefonimizga vlakzashita o'rnatib telefonimizni yopamiz. Agar ishimiz sifati sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosing, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. $450 ga ekran qo'ydirgan yaxshimi yoki $150 ga oldi oyna alishtirgan